yurtimizda, hududimizda sharoitga javoban ertangi kunimizni tinch, osoyishta yashamoqchi bo'lsak, o'zimizni himoya qilmoqchi bo'lsak, eng og'ir mas'uliyatni, kerak bo'lgan xizmatni o'z gardaniga, o'z zimmasiga olgan mana shu harbiylarimizni bizlar boshimizga ko'tarishimiz kerak va bularni har tomonlama tayyorgarligini boshqatdan tashkil qilishimiz kerak va umuman 5-10 yildan keyin mana shu dunyoda eng zamonaviy armiya bo'lsa agar bittasi bizlarniki.